Assalomu alaykum. O'zbek sportiga oid yangiliklar dayjesti bilan tanishtiramiz. Mo'g'uliston poytaxtida boks bo'yicha Osiyo chempionati davom etmoqda. Bugun musobaqa doirasida yarim final janglariga start berildi. Umumiy hisobda jami 11 nafar bokschimiz mazkur bosqichga yetib kelgan. Ushbu kun doirasida O'zbekiston terma jamoasining 4 nafar vakili Oysha Toyirova, Aziza Zokirova, Oltinoy Sotimboyeva hamda Abdulloh Ahmadaminov final yo'llanmasi uchun ringga ko'tariladi. Bugun Qirg'iz Respublikasining Bishkek shahrida sport kurashlari bo'yicha Osiyo chempionati boshlandi. Musobaqaning dastlabki kunida Yunon-Rum kurashi bo'yicha 5 ta vazn toifasida saralash bellashuvlari o'tkaziladi. Musobaqa oldidan tashkil etilgan qur'a tashlash marosimi doirasida Osiyo mintaqasining 2025-yilgi laureatlarini taqdirlash marosimi ham o'tkazildi. Unda Yunon-Rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Rustam Asakalov yilning eng yaxshi murabbiyi uchun atalgan sovrinni qabul qildi. Joriy hafta yangi O'zbekiston olimpiya cho'qqilari hamda Prezident olimpiadasi musobaqalarining dastlabki bosqichi, shahar va tuman hokimi olimpiadasi bahslari yakunlanadi. 13-14 yosh toifasida tashkil etilayotgan bellashuvlarning dastlabki bosqichida 13 ta sport turlaridagi musobaqalar tashkil etilmoqda. Yurtimiz sportiga oid muhim yangiliklarni Olimpic.uzda kuzatib boring.